Uga ham hadiya qilib berasizmi? Qilib beramiz kelganlarga. Mana hadiya. Sizga podpiska bo'lganlarga qilib beramiz. Ochpot. Yangiobodda yurimiz. Mushularni zo'rayani mana shu ukamda bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, skidka 8000 so'mdan bo'lib ketdi, aka. Parodasi nima bilan? Bular shotlandskiy skotch foldlar, aka. Ota Britan, ona shotlandskiy skotch fold bo'ladi bularda. Qarang, mana shuni necha pul qilib berasiz bizning obunachilarga? Ikkita qopdi-yu. Ikkitalarni qoldi, aka. Ha, necha pul qilib berasiz? Chotki narx qilib bering. 650 mingdan oling, aka. 650 mingdan, ha? Qo'yib bering. Foydali xarid deb kelsanglar mana 8 ming bo'ladigan deb turgan mushuklarni 650 mingdan $100, $150 olishadi paytida. Nomerlarni tagiga qoldirib qo'yamiz, ulgurib qolinglar. 650 ming so'mdan skidka. O'g'il bolami, qiz bolami bu? Bitta o'g'il, bitta qiz qoldi, aka. O'g'il, bitta qiz ekan. Men lekin mushuk boshqa ushlamadim, bu yoqda birinchisi mushug'immi? Bildim. Yaxshi tavsiya. Yangiobodga kelganinglarda hamma mushukni o'zingiz ushlab tashlayvermanglar. Shu joni hisobi boshqalarga javob bo'lib qolishi mumkin. Shu aytganingizlar hammaga tushuntirib bo'lmayapti, aka. Voy, ushamanglar, birovning mushugidan kasal bo'lishi mumkin. Siz bizani qizg'anyapti deb o'ylashyapti.